Yok. Nasıl tutuyor? Ya üçünü iş yaptın mı amca? Yok tuhaf yapmayın. Zeki ömür. İşte kırık gene. Şimdi ya. Xudo xohlasa bu bahorda rekord yangilaydi. Xudo xohlasa bu qo'shqarimiz. Yakın. Asasta. Asasta. Ötüp gitmese mi oldu?
Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Mana bugun biz Bishkek shahrida yangi chempion, yangi rekord qo'ygan Qo'chqorni oldida turibmiz. Klishka Progress. Klishka Progress ikkitishda mashalloh qarang, ikkitishda. Yo'q qarang, ana bittasi yana keldi mana bizga. Qochib tur. Bu ikkitishda 170 kilo, rekord SNGda. Endi xudo xolasa ba'zi seleksionerlar yana qattiq baxshoratda rekordni yangilaymiz deyishib. Bo'yi nechi edi? Rost $1. $1. 1.1 chiqdi. Ha, kecha olganman 1.1. Mashalloh mana. Ona tomon qaysi endi? Ona tomon. Mike Tyson dochka. Ha, onasi Tyson degan qo'chqorni qizi ekan. Tyson degan qo'chqorni qizidan tushgan. bo'ldi Tyson. Otasi Pigas. Vegas. Demak, Muhammad Sharifdagi Pigas nima? Asror aka, ona tomon ham, ota tomonga ham e'tibor qaratish kerak ekanda demak, seleksiyada. Buni akasimi? Buni brati это Poseidon. Poseidonda brat. Bu Fasidonni ukasi bo'ladi. Satsa brat. Muhammad Sharifdagi Fasidoni? Muhammad Sharifdagi. Ha, mashalloh. Hammamizga nasib qilsin, shuna qo'ydi. Xudo xolasa baqish qo'ralarimizda. Dumbas razrezni ham olib qo'ying kechacha chiroyli edi-da. O, 165. O'n qarang. Tevasini oling-da. Hozir men ham 180 lik odamman dedi. To'g'risi 180 lik. Bu men bilan teng turibdi-da. Bo'yim. Mashalloh. Assalomu alaykum qarindoshlarimiz. Bugun sizga qisqa yana bitta ma'lumot berib ketmoqchimiz. Shu qo'zimiz Grizning qizi bo'ladi. Grizning qizi ona tomonidan Falchokning nevarasi bo'ladi. Mana shu qo'zi bugun 19-oktyabrda tug'ilgan, bugun 29 kunlik qo'zi. E'tibor bering kallasiga. Kalla tuzilishiga e'tibor bering. Qulog'iga e'tibor bering. Quloq tumshug'idan uzun. Eniga e'tibor bering. Juniga e'tibor bering. 9 kunlik jingalak bo'lmayapti qo'ylaring. Grizning qo'zlari jingalak bo'lmayapti. Nima uchun? Shu chistotasi bor. Qoni juda kuchli, chistotasi bor. Jingalak bo'lmayapti. E'tibor bering. Yaltirab turib 9 kunlik qo'zi. Bir tomosha qilib bir baho bering. Suyagiga e'tibor bering. Toza. Mana bir baho bering qo'ziga. 9 kunlik qo'zi. Junlariga, suyagiga, kassak mana shu kassak aytiladi. Kaldaga, quloq turishiga e'tibor bering. Tumshug'iga, dumba, hamma joyiga. Oyog'iga e'tibor bering.
Mana grizli bollari mana shu turishida oxirigacha ketadi nasib qilsa. Jingalak bo'lmaydi junlari. Hammasi shunaqa. Ekstriyeriga bir baho bering. Mana qo'zi turishlari, quloq turishlari. Tumshug'iga e'tibor bering. Qo'zi. Qazaq qilamiz ekstriyeriga. Hamma chorvasiga barakasini bersin, zo'rlari ko'paysin. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like, qo'zimizga ham bitta like. Suyakka e'tibor bering, 9 kunlik sog'liq qo'ziga. Ke, qizaloq. Hamma chorvasiga barakasini bersin, zo'rlari ko'paysin.